bunaqasiga man qirolichaga xiyonat qilishadi, kechirib qo'yasiz. Biz ayollar o'zimizni shunaqa his qilamizki, go'yoki biz shunaqa zo'rmizki, bizga xiyonat qilish mumkin emas. Kim aytdi? Siz o'zingiz aytingiz. Chunki o'zingizni pilla qurtingiz ichida yashab, o'zingizdan qirolichani yasab oldingiz. Dunyoda sizdan boshqa, meningizdan boshqa, egoizmingizdan boshqa, xudbinligingizdan boshqa narsalar ham borligini unutib qo'ydingiz. Erkakni qadrsizlantirib qo'ydingiz. Erkakka e'tibor bermay qo'ydingiz. Shunchaki beparvo bo'lib qoldingiz. Nima qilyapti, nima yeyapti, nima kiyapti, menga razniца нет, farqi yo'q, nimaki qilsa qilsin degan darajaga keldingiz. Va uyg'otish uchun sizga kerak, siz boshingizga kimdir dursi deb uyg'otishi kerak. Qanaqasiga uyg'onasiz? Uxlab yotibsiz, tasavvur qiling. Mana shunaqa hayotingiz uxlab yotgan hayot. Qachonki sizga kelib kimdir "Oy" degan bitta so'z sepsa yuzingizga, o'shanda uyg'onasiz va shu uyg'otish aynan xiyonat bo'ladi. Xiyonatdan keyin agar uyg'onib to'xta, erkakni qo'y, u ayollarni ham qo'y. Men uchun bu nima dars? Nimani anglashim kerak? Nimani tushunmayapman? Nimaga keldim? Nima uchun bunday bo'ldi degan savolni berganingiz sari javob keladi. Va bunda siz nima qilasiz? O'sasiz. O'sha kapalakka o'xshab chiqasiz. Dunyoni boshqacha nazarda ko'rishni boshlaysiz va bir